Man Abdullayeva Zarifaxon, 58 yoshdaman. Hozirgi kunda Peshqadam karvoni a'zosiman. Olgan bilimlaringizni hayotingizda qo'llay olasizmi? Va bu haqida gapirsam, Muharramxon juda ham ko'p gapirgim keladi. Gapni ochig'i men o'ylamaganman har bir narsani ilmi bo'lishligini. Bu haqda o'ylab ko'rmaganman. Shu jumladan qaynonalik ilmini. Juda ko'p narsani o'rgandim, juda ko'p narsani bildim. Har bitta darsimiz bir misoli katta kitob bo'ldi va u kunlarda hayajonlarimni ham eslolmayman, sog'inaman. Men u kunlarni juda sog'inaman. O darslarimizni sog'inaman. Zarifa opa, Peshqadam maktabi siz uchun o'zi nima? Peshqadam maktabi meni o'zimdan kelib chiqsam, ichki nimam bilan qilganimda u meni hayotimdagi uzoq vaqtdan beri men kutgan burilish. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Peshqadamlik sari loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turibmiz. Marhamat, bugungi mehmonimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Abdullayeva Zarifaxon, 58 yoshdaman. Nafaqadagi o'qituvchi. Zarifa opa, bugun sizga bir nechta savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Bir chekkadan boshlayveramiz bo'lmasam. O'quv markazimiz haqida qayerdan ma'lumot olgansiz? Peshqadam maktabi o'quv markazi haqida ijtimoiy tarmoqlardan eshitib, shu qaynonamning kursiga kelganman birinchi bor. Qaynonaman kursidan tashqari yana qaysi kurslarimizda ishtirok etdingiz? Ha, qaynonamning kursida o'qidim. Undan keyin kitobxonlik kurslarini o'qidim, vokal sinfida o'qidim. Juda ko'p seminar treninglarda qatnashdim, qatnashmoqdaman. Hozirgi kunda Peshqadam karvoni a'zosiman. Juda ham xursandmiz. Aynan o'quvchilarimiz safidan Peshqadam karvoni a'zolari chiqishi bu quvonarli holat. Zarifa opa, kurs va seminarlarimizda ishtirok etib, qanaqa natijalar oldingiz? Olgan bilimlaringizni hayotingizda qo'llay olasizmi? Va bu haqida gapirsam, Muharramxon juda ham ko'p gapirgim keladi. Birinchi bor kelganimda qaynonamning kursiga gapni ochig'i men o'ylamaganman har bir narsani ilmi bo'lishligini. Bu haqda o'ylab ko'rmaganman. Shu jumladan qaynonalik ilmini. Bugungi kunda e'tibor bersak, jamiyatimizda har bir ayolda o'zini o'rni bor. Ayol bugun o'qituvchi, ayol shifokor, ayol tadbirkor va hokazo. Shu bilan birga ayol u ona, u qaynona, u kelin. Mana shu to'g'risida mana oilalarda shu qaynonaning shu muvozanatni ushlash, tashqaridagi hayot bilan ichki hayot, oilani ichidagi hayotda erkaklar va bolalar va ayollar hammamizga bir kerakli bir muhitni yaratuvchi bu juda katta bir murabbiy qaynona ekanligini o'rgandik. Biz ustozlarimiz Odinaxon Muhammad Sodiq va bu seminarga qatnashgan opa-singillarim, dugonalarim, ular haqida ham ozgina gapirsam, ular har bittasi bir ibratli hayot yo'lida bir ibratli maktab yaratgan insonlar jamlandik. Birgalikda muhokama, munozara qilib juda ham chiroyli darslar o'tdik. Mana farzand dunyoga kelishidan boshlab to uni voyaga yetkazguncha bo'lgan jarayon. Onaning uni bilim olishida, hayotda, jamiyatda o'zini o'rnini topishdagi o'rni, bular haqida juda ko'p yaxshi suhbatlar bo'ldi. Undan keyin mana uni uylanish vaqti yetganda to'ylar masalasi va juda ham bir og'riqli joylarimiz ko'p ekan. To'ylardagi dabdababozliklar, isrofgarchiliklar, o'zimizcha o'ylab topgan har xil tadbirlar, keraksiz tadbirlar, shular ustida ko'p suhbatlashdik, fikr almashdik. Juda ko'p narsani o'rgandim, juda ko'p narsani bildim. Qaynonaning endi oiladagi haqiqatdan murabbiy ekanligi, tinchlik, xotirjamlikda bir muvozanat ushlab turuvchi bir inson sifatida ko'rishlik kerak ekan. Bu narsada o'rgandim. Juda ko'p narsani o'rgandim. Kerak joylarida bir insonni oldidagi bir haq-huquqidan kelib chiqib, kelinni ham bir omonati yoki bir naslimizni davomchisi sifatida uni ko'rib, ularda farzandini tarbiyasida ham yordam berish kerakligini, hamma narsani o'rgandim. Juda ham menga yoqdi. Har bitta darsimiz bir misoli katta kitob bo'ldi va u kunlarda hayajonlarimni ham eslolmayman, sog'inaman. Va u kunlarni juda sog'inaman. O darslarimizni sog'inaman. Lekin quvonarlisi shuki, biz bilan birga mana o'qigan dugonalarim, o'zim ham buni biz juda ham tatbiq qilib, mana bugungi kunda hayotda o'rtoqlarimiz, xonadonlarimiz yoki mahalla qo'ni-qo'shnilar o'rtasida bo'layotgan qanaqadir bir noto'g'ri bir munosabatlar bo'lib qolsa, bir muammoli narsalar bo'lganda, shu o'qiganlarimizdan kelib chiqib qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz.
Bu mana shu natija deb o'ylayman. Keyin kitobxonlik kursiga kirdim. Endi bu butunlay boshqa bir jahon, olam. Men o'zim kitobsevar bo'lganman yoshlikdan, lekin bir vaqt taqozosi bilan kitobdan ozgina uzoqlashgan ekanman. Kitobxonlik kursi meni boshqatdan kitobga muhabbatimni uyg'otdi. Bu yerda juda ham yaxshi ustozlardan dars oldik. Va menga juda ham aytarli nimaki, alohida bir aytardimki, kitobxonlik kursida nafaqat kitobga muhabbat, bilim olish, uni tatbiq etish, oilada nabiralarga o'rgatish bilan birga biz vaqt degan tushunchani qadrlashni o'rgandik. Bizga shu vaqtni qanchalar qadrlab, uni bir reja bilan yashashni o'rgatdi bu darslar. O'zimizga bir reja, har bir kunimizni rejasi bo'lishligini o'rgatdi, ustozlarimiz o'rgatishdi. Mana bugungi kunda juda ko'p kitoblarni o'qib, mulohaza qilib, fikr yurityapmiz oilada ham. Nabiralarimga o'rgatyapman shuni. Juda ham ko'p manfaat oldim. Bundan keyin mana juda ko'p seminar, treninglarda qatnashdim. Oila munosabatlari, er-xotin munosabatlari, farzand tarbiyasidagi, hattoki tabiat mutaxassislari bilan bo'ladigan seminarlar bo'lyapti. Juda ham manfaatli seminarlar tashkil bo'lyapti. Bu uzilishda iloji yo'q, bu ketma-ketlik. Men o'ylayman bardavom bo'lsin va xohlayman har bitta darslarni olishni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zim mana kelinlarim kelishyapti. Ular ham juda katta manfaat bilan, taassurotlar bilan borishyapti. Aslida yuqorida aytib o'tganingizdek, o'zingiz olgan bilimlarni nafaqat o'z hayotingizda, balki yon atrofingizdagi oilalarda muammoli vaziyatlar bo'layotganda ularni ham hal qilishda qo'llay olishingiz bu katta baxt. Shu bilan birgalikda o'quv markazimizning kurslarida qo'yilgan maqsadlarimiz amalga oshayotgandan bir darakdir. Bu bizni juda ham xursand qildi. Zarifa opa, sizga yana bir savol. Shuncha kurslarimizda, seminarlarimizda ishtirok etyapsiz. Oilangizdan chiqib, kelib o'qiyapsiz. Shu jarayonda sizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Agar shu bo'lgan bo'lsa, shular bilan ham bo'lishsangiz. Muharramxon, balki buni qiyinchilik deb atab bo'lmas. Boshida tushunmovchiliklar ozgina bo'ldiki, u qanaqa maktab? Xo'p, mana shu yoshimda menga u kerakmi degan savollar bo'ldi o'zimiz o'zaro. Lekin men har darsdan borib to'lib toshib darslarda olganlarimni, shu maktabda o'rgangan ustozlarimiz aytgan gaplarni oilada muhokama qilib aytganimda, ularda ham butunlay fikrlash o'zgardi, dunyoqarashlari o'zgardi. Ayniqsa o'g'illarim, ona o'qing. Bu albatta bizga ham, bizni farzandlarimizga ham ta'siri bor darslar ekan degan juda ham yaxshi nimada hozir mana o'qib kelyapman. Demak, qo'llab-quvvatlashdi. Qo'llab-quvvatlashdi albatta. Zarifa opa, Peshqadam maktabi siz uchun o'zi nima? Peshqadam maktabi mani o'zimdan kelib chiqsam, ichki nimam bilan qilganimda, u meni hayotimdagi uzoq vaqtdan beri men kutgan burilish. Kengroq miqyosda oladigan bo'lsak, u hayot mezonini o'rgatadigan maktab deb o'ylayman. Yana bir chiroyli narsani aytgim keladi, bu tafakkur gulshani. Paytga kelgan odam shuncha chiqib ketgisi kelmaydi. Ustozlarimga uzoq umr tilayman, sog' salomatlik tilayman, bu yo'llarda bardavomlik tilayman. Sog' bo'lishsin, bizga o'xshaganlar mana kelib, dunyoqarashlari o'zgarib, keyingi zurriyotlarga buni yetkazib, hayotni qadrlab yashashni o'rganishlarini tilab qolardim. Tashrifingiz va mazmunli suhbatingiz, qalbdan chiqqan so'zlaringiz uchun sizga tashakkur. O'ylaymanki, davomli tarzda bizdan bilim olib, olgan bilimlaringizni atrofingizdagilarga ham taratishda davom etasiz. Rahmat sizlarga ham taklif uchun. Agar siz ham o'quv markazimiz kurslarida ishtirok etib, peshqadamlik sari biz bilan qadam bosgan bo'lsangiz, ushbu loyihamizda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun quyidagi havolani to'ldiring.